To'ta bu akkaunt PUBG Mobile bilan shartnomasi bor. Atigi kolleksioni 44, lekin to'ta RX7 bosh kiyimini qaranglar, to'ta RX7ni bosh kiyimi bor. Agarda mana shunaqa akkauntinglar bo'lsa, vashshi qimmat turadi boru. Voy! Qanday qilib? Bu kedini qaranglar. 100% dunyoda eng baland kedi. Sразу screenshot qilib qo'yamiz. Qanday qilib? Barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgi Real PUBG. Bugun sizlar bilan birgalikda PUBG Mobile'da vashshi aqlga bor qilmaydigan akkauntlarni tekshirib ko'ramiz va juda ham oddiy setlarni prosta oddiy akkauntlarda ko'rasizlar. Bularning hammasini menga obunachilar topib jo'natishgan, men ham ko'rmaganman. Sizlar bilan birgalikda hozir ko'rib reaksiya bildiramiz. Demak, gap ko'p cho'zmaymiz do'stlar, biza 1-iyulgacha 100 mingta bo'lishimiz kerak. Ozgina qoldi. O'shaning uchun videoga bittadan like bosib, kanalimizga obuna bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Sizdan hech balo ketmaydi. Bu menga juda ham katta motivatsiya bo'lardi. Aytgancha endi men bundan bog'ga har doim videolarimda redeem kodlar yashiraman. Ya'ni videoni o'rtasida yoki boshida yoki oxirida men redeem kodni ko'rsataman. Sizlar o'shalarni yozib turib, bemalol tekinga yusib olsanglar bo'ladi. Tak что videoni oxirigacha o'tkazmasdan ko'ring va обязательно menga podpiska tashlab qo'ng'iroqchani bosib qo'ying, chunki endilikda har doim har bitta videomda shunaqa redeem kodlar bo'ladi. Tak что videoni o'tkazmasdan sinchkovlik bilan ko'ring. Demak, videoni boshladik. Birinchi ko'radigan akkauntimiz bu. ID'siga yaxshilab e'tibor beringlar. Xo'sh, leveli 32 ekan. Bu akkauntni nima uchun bizga obunachilar ID'sini tashlashdi? Hozir ko'rib chiqamiz. Menga aytgandi, KD'siga yaxshilab e'tibor bering deb. Nima? Hammasi 0 ku. Nima chota bitta yangilik bor? 33 KD. Shumi endi hozir? Mana shu narsani tashlashganmi hozir menga shunda? Unchalik wow deydigan akkaunt emas. 33 KD bu oddiy holat deb o'ylayman. Xo'p, mana buni o'zgartirib ko'raylikchi. Balkim 12-mavsumga bitta o'tkazsak. Yo'q. Nima? Wow! Qanday qilib 2889 KD? Qanday? 86 marta o'ynalgan, 86 martasida g'alaba qozongan, top 10 ni 86 marta olgan. Qanday qilib 86 marta top 1 olgan bu akkaunt? Qanday qilib bu akkaunt? Men vashshi tushunmayapman. Yo'q, 86 marta o'ynab turib, 86 marta top 1 olgan. U ham mayli 2889 KD. Prosta tak wow. Men miyam to'g'risi hozir shokka tushib qoldi bori. Sizlar bundan oldin ko'rganmisizlar bunaqa akkaunt? Обязательно kommentariya yozib qoldiringlar. Keyingi akkauntimizni tekshirib ko'ramiz. ID'sini eslab qolinglar. Hamma akkauntda ID'sini eslab qolinglar, chunki sizlar ham bemalol kirib tekshirib ko'rishingiz mumkin. Bu akkauntimiz 75 ekan, leveli. Ichlari bo'yicha kiyimlarga e'tibor bering degandilar. Xo'p, hozir kirib ko'ramiz. Kolleksion leveli 41 kolleksion, 13 ta dona mifigi bor akkauntda. Tak, kiyimlari bitta hayratlanarli. Mana buni qaranglar, RX7 bor ekan. Vashshi zo'r. RX7 vashshi bilgan biladi. Agarda RX7 bo'lsa, akkauntlar narxi vashshi oshadi. Demak, xo'p, tepa setlarni ko'ramiz. Bu yerda nimalar bor ekan? Bizga bular qiziq emas. Kiyimlarga e'tibor bering degandilar, shu menimcha RX7 ni o'zini aytganlar. Tepa setlaridan bunaqa hayratlanarli tepa setlar yo'q. Oldwi narsalari bor. Bilmadim, to'g'risi bu akkaunt unchalik hayratlanmadim. Men to'g'risi unaqa wow demadim. Bitta RX7 bor ekan xolos. Lekin oldindan men bilaman, juda ham miyani portlatib yuboradigan akkauntlar bor. O'shani oxirigacha ko'ramiz. Demak, keyingi akkauntimizni ko'rishingiz mumkin. ID'sini qaranglar. 51.0.681. Bundan oldingi akkauntimiz ham 4.0 edi ID'si. Wow, nima bu? Kolleksion 10-level. Endi hozir men bu yerda nimani ko'rib hayratlanarman? Tak, ozgina tilim ham kelishmay qoldi. Nima bu? Bitta kaska, bitta kiyim. Tepa setlarim ekan. Nima bor bu yerda? Odamni hayratlanib, wow deydigan hech narsa yo'q. Men buni qaranglar, aytgancha. Men bu oq set, bu oddiy emas, bu juda ham oddiy. Bilib, ko'rmabman. Короче, ko'k set, qora set ko'rgansizlar. Men o'ylayman oq set ko'rmagansizlar deb o'ylayman. Men buni qaranglar. Даже men ham birinchi marta ko'rishim oq setni. Juda ham oddiy bu.
Vashi qichu-yu, oq seti, pastki seti bormi qani? Yo, pastki seti yo'q ekan. Bu akkauntda shu oq set borligi uchun menga tashashgan ekan ID'si. Juda ham zo'r. Endi baho beramiz. Qaranglar. Bu akkauntga 10 dan 5 beraman, chunki hali oldinda bundan zo'r akkauntlar bor. Tak что baho berib ketamiz bundan bag'iga. Unda keyingi akkauntni ko'rib chiqamiz. Tak, keyingi akkauntimiz ID'sini ko'rishingiz mumkin. Bu ID'si ham 51.0 bilan boshlanyapti. Demak, kolleksiyoni 23, 3 ta dona mifigi bor akkauntda, 3 ta dona. Xo'p, bu akkauntda menga obunachim aytuvdilar, tepa setlariga qarang deb. Xo'sh, bitta old tepa seti bor ekan. Men buni qaranglar, bu akkauntda boya oqmidi, короче, o'shanaqa seti bo'lsa, bunisida qizil ekan. Juda ham oldvi, to'g'risi. Qaranglar, o'zim mana bunaqa sariq, qizil, oq, ko'k, qora shunaqa setlar bor. Hozir biz qizilni ko'ryapmiz. Juda ham ajoyib, bu redki akkauntlarda bo'ladi. Tak, fashi boru. Lekin bitta narsani bilaman, hozir men sizlarga oddiy akkauntlar ko'rsatyapman. Oldinda hali vashi zo'r akkauntlar bor. Bu akkauntimizga 10 dan 5 baho beramiz. Demak, keyingi akkauntni ko'rib chiqamiz. Bu akkauntimiz ham ID'si 51.0 bilan boshlanyapti. Vo, men brat, qaranglar, rasmni ham qo'yib qo'ygan ekanlar. Demak, bu akkauntimizda nimalar bor ekan? Kolleksion 24, bitta dona mifigi bor. Tak, pajarni seti ham bor ekan. Qaranglar, pajarni seti bor ekan. Tepa setlardan. Xo'p, mana buni qaranglar. Sariq tepa set. Vashi boru. Bu setni bilgan biladi. Mana bu oq, qora, uzr. Qora bilan ko'k juda ham ko'p insonlarda uchraydi, lekin mana bu sariq, yashil, qizil va shu old setlar bular uncha donatorskiy akkauntlarda ham bular setlarni topa olmaysizlar. Misol uchun Kinyaz o'shanaqa akkauntlarda bormi yo'qmi to'g'risi esimda yo'q. O'shaning uchun bu juda ham obro'si baland bu setni. Bu akkauntimizga 10 dan 6 baho beraman, chunki pajarnisi ham bor edi. Voy, men buni qaranglar. Oq shortik bor ekan. Tasavvur qilsanglar, oq shortik. Billi vashi yo'q bu akkauntda 10 dan 6 mayli, 10 dan 6 beramiz. Stoyt endi tak stoyt ball berdik, 10 dan 6 ball. Demak, keyingi akkauntimiz mana 51.0 397 ID'li akkaunt, 64 level ekan. Hozir yaxshiroq narsa chiqsa kerak, chunki leveli baland. Kirib ko'ramiz. To'g'risi esimda yo'q. Obunachim tak nimasini ko'ring deganlari, lekin kirib ko'ramiz. Xo'sh, kolleksion bosamiz. Tak 33 kolleksiyalar, 5 ta dona mifik. Wow, mana qaranglar, 2 ta RX seti bor ekan. Vashi-yu, old account. To'g'risi mana bunaqa RX setlar bo'lsa, akkauntinglar narxi vashi oshib ketadi. Tak bosh kiyimlar. To'g'risi hozir esimda yo'q, o'shaning uchun hamma narsani obzor qilib beryapman. Tak, endi mana bular qiziq emas bizga. RX maskasi bor ekan, tepa setlardan nimalar bor ekan? Old setlari. Tak, boshqa narsa default. Demak, bu akkauntimizda 2 ta old RX seti bor ekan. Akkauntimizga 10 dan 8 baho beramiz. Yaxshi. Mana sizlarga Joski akkaunt ID'siga e'tibor beringlar. 51.0 Wow, nima bu? Nima bu akkaunt 36 level, babe, fulloviy holatda, tepa past, даже oyoq kiyimi ham bor. Qanaqasiga bu akkaunt? Qanaqa akkaunt? Kolleksion leveli 34, 9 ta mifigi bor. Akkauntga kirib ko'ramiz nimalari borligini. Hozir bu yerda old setlari bor. Yaxshi. Endi mana bu tepa setlari juda ham ajoyib, sariq beyb bor ekan. Sumkalari, sumkasi ham bo'lsa va shiqchu bo'ladi. Agar beybning sumkasi bo'lsa fulloviy bo'ladi. Tak old, juda ham old setlar ko'p ekan, ko'rgan bo'lsanglar akkauntni. Wow, mana buni qaranglar, sariq sumkasi ham bor ekan bu akkauntda. Bu degani beb polni full holatda sap sariq oyoq kiyim ham bor bu akkauntda. Xo'sh, mana ketdi. Fulloviy holatda. Demak, bu akkauntga 10 dan 9 beramiz, chunki beb fulloviy holatda 34 levelli akkauntda vashi zo'r.
Videoni boshida aytganimdek, videoni o'rtasida yoki oxirida yoki boshida redeem kod yashiraman. O'sha redeem kodni olib, sizlar tekinga UC yozsanglar bo'ladi degandim. Mana ko'rishingiz mumkin o'sha redeem kod. Birinchiliklardan olib ishlatinglar. Tak что kanalimizga podpiska tashlab qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar, chunki bundan avvalgi iloji boricha har kuni video chiqadi va har kuni har bitta videoda redeem kod bo'ladi. Demak, keyingi akkaunt tekshirib ko'ramiz. Hozir ko'radigan akkaunt bitta men emas, sizlarni ham shokka tushirib qo'yadi. Qaranglar. S1 Zave. Bu akkaunt ko'p kishi biladi. Bu akkauntni men ham bilardim, lekin yana bir marta bilmaydiganlar uchun ko'rsatyapman. Xo'sh, S1 Zave. Eng qiziq, bu akkaunt S2 dan o'ynalayotgan. S1 da Zavesi bor. Qanday qilib deysizlar, men ma'lumot berib o'taman. Bu akkaunt 2019-yilda qanaqadir chempionatda yutgan. O'sha sovrin evaziga shu S1 Zaveni so'rab, shu Zaveni olgan. Bu tak eng alam qiladigani akkaunt banga kirib ketib qolganda va shuncha alam qiladi. S2 dan o'ynalgan akkaunt. To'g'risi map hamma narsasi bor ekan bu akkauntda. Faqat kolleksion shunaqa narsalari ochiq ko'ra olmaymiz. Tak что bu akkauntga 10 dan 10 beramiz va shu asal akkaunt bor. Bu akkauntni ko'p kishi razrabochiklarning akkaunti deydi. Tak yaxshilab e'tibor beringlar. Berkitib qo'yibdi, lekin kolleksioni ochiq. 15 ta dona mifigi bor. Tak, kolleksionlarga kiramiz. Nima bo'lib ketdi? Xo'p, mana kolleksiyalarni bosib bitta kirsak, mana bu yerda mana vashi takoy Godzilla mifigi bor. Gidora dermidi bu nomini. Tak, i plus 4 ta R2 seti bor. Bitta ham emas, 4 ta. Pasroqqa tushsak, mana bittasi, bu yerda 3 ta R2 seti. Va shu akkaunt bu bor. Tasavvur qilsizlarmi? 4 ta R2. Даже R2 kaskasi ham bor. U ham mayli, mana bu bosh kiyimlarni ko'rsanglar, mana shuncha R2 bosh kiyimi bor. 4 ta bor, bir ham emas, 2 ham emas, 4 ta bosh kiyim. Tasavvur qilsizlarmi, qanday qilib? Endi tepa setlarga kelsak, 2 ta beb, oq beb va kul rang beb bor. Bu akkaunt to'g'risi yo'nasini o'zi yo'q. Tasavvur qilinglar. Donatorskiy akkauntlarda yo'q даже bunaqa narsalar. Mana buni qaranglar. Pasroqqa tushsak, brigadka bor, missiya bor. Nimalar bo'pti bu qanaqa akkaunt? Pastki setlari ham vashi kompot oq BP pasti va kulrang BP pasti bor. Даже donatorskiy akkauntlarda yo'q narsalar bu akkauntda bor. Ko'p kishi aytadi, bu akkauntni shu PUBG partnyor, tak, razrabochik akkaunti deyshadi. Uzr, PUBG partnyor deyordim. Mana do'stlar, bugungi videomiz ham o'z nuqtasiga yetdi. Sizlar bilan Real PUBG bo'ldi. Demak, bundan ba'giga har kuni video chiqarishga harakat qilaman. O'shaning uchun videoga like bosib, kanalimizga podpiska tashlab, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Birinchiliklardan videoni ko'rib, videolarni oxirigacha ko'rib, redeem kodlarni olib, tekinga UC ishlasanglar bo'ladi. Hammanglarga omad keyingi videolarda ko'rishguncha.